29-aprelda Gipokrat klinikaga kelganman. O'tirbek Ismoilovga kirib uchrashganman. Shu sahrimda muammo borligini 19-20 yurardim. Yoshim 42 da. Shunda O'tkir aka operatsiya maslahatlashdik, operatsiya qilishdi, maslahatlashib kelishdik. Davomida qiynalganim yo'q. Qo'rqqandim, narkoz qanaqa bo'ladi deb. Yo'q, menga sezilmadi. Juda ham tez yurib ketdim. O'sha kuni operatsiyadan keyin 1 soatdan keyin ko'zimni ochib bemalol harakatlandim. Hozir sahrimni o'lchatdim. Shu apreldan keyin shu endi yana keldim qayta tekshiruvga. Hozir sahrimni o'lchatganimda 6.4 chiqdi. Oldin 18-20 yurganman. Ishtahalarim ham yaxshi. Bemalol ovqatlanyapman. Oshlar yeyapman, xamir ovqatlar yeyapman. Yaxshi, rahmat shu O'tkir akaga, Oybekjonga, shu Gipokrat klinikani hamma xodimlariga rahmat. Mesestralari ham yaxshi, joylari ham yaxshi, hammasi shirin so'z muomalada. Shularga rahmat. Men 2 yil bularni Instagramda kuzatib yurdimda, tavakkal keldimda, operatsiya qildirib yubordim. Kimni sahri bo'lsa qiynalmasin, shu yerga kelsinda operatsiya qildirib yuborsin, tavsiya qilaman.